shuncha kosmetika ishlatgandan keyin обязательно makiyajni birinchi yechib olish kerak. Yechib olishga yoki mitsillarniy voda yoki bo'lmasam gidrofilni maslo ishlatsanglar bo'ladi. No, undan keyin обязательно yuvish kerak. Xo'p, hozir ko'rdinglar, tonalkani effektini ko'rsatib berdim sizlarga. Endi buni mana o'zimni makiyaj o'chiradiganini ko'rishinglarni tavsiya qilgan bo'lardim. Bittada chiqarib beradi. Mana qaranglar. Ko'rasizlar? Bittada. Birinchidan ostatka qolmaydi, ikkinchidan effektini bittada bilasizlar. Вот. Endi mana bu yerda. Qaranglar. Ko'rasizlar? Вот, девочки. Bittada o'chirib beradi. O'shaning uchun mazza qilib yadarma ishlatinglar. Bunisi yog'li aralashga, yuzi чувствительный quruqlarga qizilini tavsiya qilaman. Qizilini ishlatinglar, qizlar. Если kojanglar quruq va ta'sirchan bo'lsa, agar yog'li bo'lsa, unda yashili ishlatsanglar va shu idealniy.